Assalom, men Akmilk Sutiman. Bugun siz bilan birgalikda do'kon, bozor hamda supermarketlarga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Nega Akmilkni tanlagansiz? Biz avval qadoqlanmagan sifati yo'q sut sotardik. Sifatli sut topish juda qiyin edi. Akmilk sutlari bizni bu muammodan qutqardi. Akmilk sutlarini sotib olgan mijozlar bizdan juda mamnun. Biz endi faqat Akmilk sutlarini sotyapmiz. Nega Akmilkni tanlagansiz? Biz har xil zavodlardan sutlar olib sotganmiz, lekin asosan Akmilk suti ko'p mijozlarimizga manzur kelgan va Akmilk sutlari haqida xaridorlarning fikri qanday? albatta juda ijobiy. Biz avval kamroq sut sotardik, hozirda polkalarimiz tezda tugab qolyapti. Buning sababi Akmilk sutlarining kafolati va betakror ta'mi bo'lsa kerak. Ayniqsa 100% tabiiyligi. Shuncha olib siz nimaga ishlatasiz? Hamma narsaga, qatiqqa, pishiriqlarga, uy noniga, navoralarim kashasiga, xullas hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Pishiriqlarga qanday ta'siri bor? Ya'ni Akmilk bilan pishiriqlar Ta'mi o'zgarmaydi. nima pishirsam ham ta'miga ta'sir qilmaydi. Bolaligimdagi sut. Nega Akmilk sutini sotasiz? Oldinlari mijozlar bizdan olgan sutlarni yoqtirmasdan qaytarib olib kelishardi. Bundan Akmilk bizni qutqardi. Hozir mijozlar mamnun. Akmilk sutining afzalliklari nimada? Sababi Akmilk sutlari fermadan har kuni to'g'ridan to'g'ri yangi va qadoqlangan holda keltirilishi. Biz Akmilkni tanladik.